Mana biz stachka jarayonida lavha tayyorlayapmiz. Qaranglar. Stachka qotganda e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa. Rastvorni shunaqa beton mashinada olib kelish kerak. Sababi vaqti juda tejaydi. Endi qaranglar. Дорожный setka qo'yilayotganda birinchi zasipka qilinyapti, shag'al qilinyapti. Shag'al qilingandan keyin mana bunaqa tagiga salafan qo'yilyapti. Salafan, chunki salafan qo'yishdan sabab дорожный setkani o'sha rastvor to'kilgandan keyin buni suyuqligi bo'ladi. O'sha suyuqligi mana shu yer shimolmasligi uchun, ya'ni rastvorning kuchi yo'qotmasligi uchun shunaqa qilingan. Endi qaranglar, bu дорожный setka qo'yiladi. Bu asosan katta mashinalar kirish uchun emas yoki boshqa uchun emas, asosan stachkani yorilmasligi uchun ishlatiladi. Endi keyingi asosiy narsalardan bittasi bu ko'pchilik oldin mana bunaqa qilib toshli qo'yib ketishardi buni. Toshli qo'yib ketilardi bu balandroq ko'tarilish uchun. Lekin bu misol uchun mana bunaqa qo'yiladigan bo'lsa, tagiga keyin mana bunaqa ustilariga rastvor aralashmaydi. O'shaning uchun bunga yechim qilingan narsa bor. Bu narsa дорожный setka fiksatori. Buni har xil nomlanadi tillarida. Mana bunaqa narsa qo'yiladi, дорожный fiksator. Endi buni oralariga bemalol rastvor kira oladi. Ya'ni o'shanda mana qarab ko'rsanglar, дорожный setkani o'rtasida qoladi rastvor. Rastvor quyilganda дорожный setka o'rtada qoladi. Buni ustidan bossa ham hech narsa qilmaydi. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Shunaqa holat. Havotam. Qiyin bo'lyaptimi ishlash jarayoni? Ya, ishxona uchun. Vatan uchun. Mana bizda betonning orasidan paxta o'sadimi yo'qmi? Shuna, ha. Betonga qarab siz bilan o'zim so'radim. Yo'q, любой joydan paxta o'sar ekanda. Hozir paxta ekkan emas, paxta qo'ygan. Bizning YouTube kanalimizga qo'yiladi bu. Bu vashi o'chmaydi ekan, yillab davomida turadi. Bir hali 10 yil, 20 yil o'tgandan keyin ham mana bizda stachka qo'yish ishlari olib borilyapti. Saqil qo'l bilan ham qilib yuboriladi. Bemalol. Mashaqqatimiz yengil bo'lyapti. Mana shu haqida bir og'iz so'z aytib qo'ying, mana shu fiksator haqida. Fiksator qo'yganimizdan maqsad общий tagiga beton tushadi-da, mustahkam ushlaydi. O'rtasida qoladi-da stachka. Yer bilan betonning orasida pul bo'ladi. Keyin yerda o'ziga qo'yib ketmaydi pastga. Ustaga bu yerda hozir ana obunachilar tomonidan aytilyapti, salafanni mana shu shebinni tegidan qo'yish kerak deyishyapti. Shunga nima deysiz? Yo'q. Nimaga? Shibin 5 sm bo'ladigan bo'lsa, o'sha betondagi suv 5 sm o'tirib qoladi, beton qotib qoladi, keyin yoriladi. Ha. Demak, o'shaning ustida bo'lgani rastvorni shirasi haqida-da bu gap ketdi. Rastvorni shirasi qolmaydi, yorilib ketadi. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Bizani YouTube obunachilarimiz mana. Siz yoshingiz nechida aka? 18da. 18 yosh. Hali ishlashga salohiyati yo'q bo'lib turib, nimaga hozir maktabda bo'lishingiz kerak emasmi? Bitirganman. Ha, bitirgansiz. Uzr, me'morlik. Hafiz, Mr. Hafiz. Runik. Tarik. Mana sog' bo'lasizlar. Bu bilan qurilishimiz tugaydi, xudo xolasa. Endi asosiysi qolib ketdi. Qora salafan qo'yish kerakmi yoki oq? Bunga javobni o'zingizlar yozib olasizlar. Mana shunaqa объемный joylarda stachka ishlari olib boriladi.